Bu avtomat Gentra minganlar hammasini duqib oladi. Aka vaqtda 200 million aka. Vaqt 2-3 oy oldingi vaqt emas, o'tgan asr emas, yaqinda 200 million. O'zim buni olganman aka. bo'layotgan bo'lsa bo'layotgan guringni qilaman-da. Tekis barobar qilib 100 million beraman. Yo'q. Ochiq guring. Yo'q aka 200 millionni 3 oyda 90 million zarar ko'rib bo'lmaydi aka. Iloji yo'q aka, men o'zimni ko'rayotgan zararlarimni desam qo'rqib ketasiz hozir aka. Aka bu mana bu yozda 190 olingan mashina yozda. Ya endi siz olgansizda, men olmayman endi yozga. 190 ga ham so'raganman-da, birdan bozor o'zida ber baraka deb mashina olib sotib kelib so'ragan birdaniga-da. Men bermaganman o'sha 190. Buni narxini Xo'p, qarang, bitta guring-da, bitta guring. Siz 120 deng-da, bo'layotgan gaplarni gaplashamiz. Hech bo'lmasa 120 deng, bir guringim bor. Ochiq guring. Xo'p. 120 deng. 120 ham olmaydi aka 120. Siz xayol tepib yuribsiz. Hozir men 20 sini tepib beramanlar. O'zingizni keltiraysiz. Yo'q, yo'q, aka. Ozod aka juda baland aytganingiz bilan foydasi yo'q-da. Buni narxi 100 millionlik mashina aka. 100 million naqd pul beraman aka. Yo'q aka 100 million. Aka boshqa mashina borda aka bir kelishtirib so'raymi? Bo'ldi, necha pul berasiz? Kelishtirib so'rayman, necha pul berasiz? 120 bering aka. 110 mi aka? Qancha berasiz aka? San aytganingizni ayting. 105 million ber. Yo'q. Oxir aka, dangal gaplashaman. 105 million naqd pul beraman. Aka 1 million qo'yib sotaman mashinaga. 106 million qo'yib sotaman. Aka sha yerga urib tashlamayman, normal. Yo'q aka. Nima deganingiz u yerga nima uraman mashinangiz? Holati bilan savdo qilaman aka. Detallarni qarang, krashinni bo'lyapti mashina. Radna bir tiniq emas, 2 kilo yurgan aka. Biz ham ko'p tayyor ekan. Yo'q, gap bu tayyor ish emas, ozod aka. Lekin men mashinani olib hozir kimdir ham minish kerak akajon. Bu ham baraka topish kerak. Bu aka bu. Avtomat Gentra bu. Bu aka. to'la degan gaplar bu endi. Yerga ulatgani yo'q. Bitta ko'ring, sizni ko'nglingiz kamigan 110 million-da. Lekinchalik ham borki 110 ga topmaydi mashina. Yo'q. Dangal gaplashaylik-da. Akmalga dangal kelyapsiz, dangal gaplashayapsiz aka. Bo'ldi aka, sazoz o'lmasin. Bo'ladigan bo'lsa 106 million beraman, 107 million sotaman. Barakangiz bormi aka? Yo'q aka. Hali qo'shing aka, bir 3-4 million siz hech narsa emas. Bu 120 normal-da aka. Aka bunday narsa-da, video olinyapti-da. Bu mashinani hozir 110 million olsalar, bunday kichik mashina 50 ta kelarkan, 110 millionni manikini ham olgan. Tushundingiz? Shunday narxi bor-da, aka bu yerdagi o'tirgan xalq. Ozod aka bitta ko'ring-da, men bitta narsa aytaman sizga, Ozod aka. Xafa bo'lmang. Mana shu yerga kuniga mayli 100 ta mashina ko'rib, ichidan bitta ham savdo qilib ola olmasam ham men roziman. Olsam pul bo'ladi, olmasam pul bo'lmaydi, to'g'rimi? 1 million qo'yib sotaman, olsam. Ola olmasam 1 million yo'q degani. Ola olmasam ham men roziman, lekin narxlarni ko'tarib tayyor olmayman. Ishoning. Agar olaman desam, hammani mashinani ola olaman. Mana shu yerga kirgan, shu kun 100 ta mashina kirsa, 110 ham ola olaman, aqlim yetadi. Lekin nima qilaman narxni ko'tarib? Shu xalq uchun bo'libdi. Aka ko'pchilik o'ylaydi, savdo to'g'ri. Savdo to'g'ri keladi, agar qilsam rubo mashinani ola olaman. Mana shu ikkita mashina ko'rib kelyapman, 2 ham olmaydi bir o'zim. Aka jab o'zim narx savdo qilaman ketdi-ku. Bitta kuning aka mart gapirdingizki, mart gapirganga mart gapiraman. Agar barakangiz bo'lsa bering, barakangiz bo'lsa qarang. Qancha? Bo'ladigan bo'lsa 108 million beraman, 109 sotaman, 110 ham sotmayman. Barak. Ayting. Bo'laganga mana, dangal savdochi. Xo'p, 2020-yil avtomat Gentra abizlari bor. 2 kunlik yurgan kraskasi, kapoti, krilosi, arqa stop yoni, krisha sepgan. Oldi ichiga o'tmagan, arqasi ham zo'r turibdi. 108 million olindi, kim olsa 109 million so'm.